Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hormaylar, ko'kalar, opa-singillar, xonadonlar, tinchmi, oila xotirjammi? Sizlar bilan yana men taksi polvon, ya'ni Murod Rashidovich. Xo'p, bitta savol beraman. Bitta savol bilan bugun sizlarga chiqyapman. Xo'p, ko'pchiligimiz taksi sohasida yurganlarimiz ko'p mashinani haydadi. Lekin men o'zim ham nechta mashina haydagan bo'lsam ham, mana ko'rib turganingizdek, ikkita mashina. Spark hamda Cobalt. Mana eng yaxshi ko'rgan mashinalarimdan biri, ya'ni Spark hamda Cobalt. Xo'p, o'zingizlarning fikringizni men uchun bir bildiringlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga qaysi mashina yoqadi? Bu mavzu juda ham aktual mavzu hisoblanadi. Nimaga deysizlarmi? Men ko'p marotaba qo'yganman. Mana shunaqa video Instagramda, storylarda qo'yganman va so'raganman odamlardan, "Xo'p, sizlarga qaysi mashina yoqadi?" deb. Sparkga ko'pchilik maqtaydi. Haqiqatdan men o'zim nechta Spark haydagan bo'lsam, Sparkga yetargani yo'q. Lekin degan joyi bor. Cobalt bilan Gentra hamda Nexus o'rtasida qanaqa farq bor? Ko'pchilik aytadi, menga Nexus yoqadi, ko'pchilik aytadi, menga Cobalt yoqadi, ko'pchilik aytadi, menga Gentra yoqadi deydi. Gentra haydaydiganlar Nexus ham esida bo'lmaydi. Faqat Cobalt yoqtirishmaydi. Bilmayman nimaga. Nexus deganlar faqat Nexus zo'r deyshadi. Lekin Nexus azgina taqir-tuqurligini tan olgisi kelmaydi uncha odam. Imini Nexus haydab turib, Nexus juda ham zo'r, Cobaltdan yaxshi deb yurgan odamlar ham Cobalt haydab turib, o'zim guvoh bo'lganman. Boshqa odamlarga ham Cobalt tavsiya qilayotganini eshitganman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qani bir kommentariyada yozinglar-chi. Xo'p, 3 ta mashinani o'rtaga qo'yamiz. Nexus, Cobalt hamda Gentra. Hadovoy jihati, motor jihati, xo'p, udobniligi, yumshoqligi, hammasini bir tekisda qo'yib o'rtaga qaysi mashina juda ham zo'r komfort uchun, ya'ni o'zingizlarning komfortingiz uchun hamda taksini komforti uchun. Qaysi mashina yaxshi hamda qaysi mashinada taksi qilsa afzal? Qani kommentariyada yozinglar. Bu juda ham qiziq. Hozir men o'ylashim bo'yicha Nexus 3 haydaydiganlar, Cobalt bilan Gentra haydaydiganlar bilan hop o'rtada gap talashish bo'ladi. Chunki qolgan videolarda ham xuddi shunaqa bo'lgan, faqat o'tda Spark bilan Cobalt aytganman. Hop, Sparkga keladigan bo'lsa, Spark общий JM mashinalari, Gentragacha bo'lgan mashinalarning orasida Spark hamda Cobalt hadovoyiga 5 baho. Realni aytaman, 5 baho. Chunki Sparkga hadovoyi, men o'zim haydaganman bitta Sparkga 800 ming probegdan oshuv bo'lganda ham, hop, 600 ming probegdagina hadovoyi polniy qilamiz. Ungacha mashina taqir-tuqur bo'lib ketdi deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q. Bu detallar balkim qanaqadir kichkina detallar almashgandir, lekin общий detal emas. Shuning uchun ham Spark hadovoyi juda ham zo'r deb bilaman. Cobalt ham o'zim hozir haydab yurgan Cobaltim ham 2 yil ichida 220 mingdan oshdi, 230 mingga bordi probegi. Hali amortizatorlari qurtday turibdi. Faqat stabilizator chaga almashdi xolos. Shuning uchun ham Cobaltni zo'r deb bilaman. Bu 220-230 ming probegda Nexus 3 hamda Gentralarni davomli hadovoyi taqir-tuqur bo'lib ketgan bo'ladi. Tan olish kerak. O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Aytgancha, ko'pchilik odamlar bez podpiska ko'rayotgan ekan. To'g'ri, videoni kam qo'yaman. Jigarlar, to'g'ri tushuninglar. Hozirgi paytda Instagramga vнимание qaratganman. Iloji boricha Instagramimga podpiska bosib qo'yib, Instagramimda kuzatsanglar, o'tda juda ham boshqacha mavzularni ham olib chiqamiz. Kuzatib turinglar. Instagramda ham qo'llab-quvvatlab turinglar. Shunday like-chalarni bosib, shunday yurakchalarni qizartirib, shunday podpiska bo'lmaganlar podpiskani bosib, kommentariyada o'z izohinglar bilan meni xursand qilinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan yana o'sha taksi polvon, ya'ni Murod Rashidovich.